Yu do'stlar, men bilan Viktor Nanazar va hozir biz Lucky Block'damiz. O'sha Lucky Block bizda hozir mana. Hozir birinchi o'rinda biz joyimizni olamiz. Biz yaxshi joyimiz. Endi shu yoqqa qarab ketaveramiz. Hozir bizda 29 ta oltin blokamiz bor. Endi shu yoqlarda yuramiz. Axir joyni kattaytirib ketishimiz kerak. Biz axir bu yerdan shaharga o'ta olamiz. Bu shaharda o'tganimiz o'tirganlaringda mana anchagina masofa bosib o'tilgan. Oltin bo'ldi. Kaldı. Şimdi nasıl yapacağız? Yalnız endi. Yana ortaya. Bu yıllar varsa anca ko'p narsalar kerak. Lekin biz nima qilaylik? Baribir bu yerda qolgan. Biz qaytaylik orqaga. O'lib qolsa yaxshi narsamiz yo'q baribir. Sandig'imiz qaramaydi. Sandig'da narsalar bor ekan. Mayli endi orqaga qaytib bo'ldik, qaytib ketaveramiz. Va hozir bu ikkinchi qismi olinyapti Lucky Block'ning. Birinchi qismini ko'rmagan bo'lsalaring kanalimga ko'rib olishingiz mumkin. Mana bu yerni ham sal kattaytirib yelkan bormi? Sandiqda shuncha narsa turibdi. Lekin hali hanuz bittasini olib ishlatganim yo'q. Ana hozir qismi bizga turadigan blokka kerak. Shu blokkani topishimiz kerak biz. Qayta qoldikin u blokka yo'qmiz. Bu yerda yo'q unaqa blok. Ana. Oho, bu yerda ham yo'q. Bunisi 3 tamiz bor ekan. Mana bu bor ekan. Mana shu yerda turibdi, bu 10 va qo'rqib ham oltin bor ekan. Mana yo'q. Broshdan oltinlar. Bu yerda lekin oltin yo'q ekan. Endi bu yerdan yana oltin qilishimiz mumkin. Mayli. Endi buni qo'lida o'tadi. Yo'q. Nima? Mashina? Oh, mashina bor ekan bu. Chota O'zbekiston. Nima divanmi? Divan serverga kirib qoldi. Serverdagi o'xshab to'rtki ham. In Korea ore onu falan miler. Mayli, menga bir kitob qizig'i yo'q. 11 kitob ekan. Mana uni endi biz narsa yo'q ekan. Bizga bitta kirka kerak-da shu. Kirkamiz yo'q ekan. Nima qilaylik? Qo'lda qilamiz. Nimasini? Bilib, tayyorga o'tib qoldi. Qo'lda
Elimizde korkuyoruz. Biz de oldu seçili. Hani bizim uğraşıyoruz. Bunu bak yok mu zaten? Olduğunu siz bilmiyoruz. Hani yok uzun. Orta yollarız. Bunu söyleyeyim. Yani orta yollarız. Kandı kırı olamaz. Oldum bu kırı olamaz. Benim burada kırı var. Oğlum bunu da bir rahat kırdı. Ama bunu da koydum. Saat ileride kesildi. Hiçbir hali buna da. Uzun meydan. Endi boshlabdi. Qanday qilib kesse bo'ladi endi buni? Qanday qilib? Kesilib qoldimi? Yo'q, hali hanuz kesilgani yo'q. Bu qachon sinadi endi? Oho, hali ancha ekan endi. Tezroq kesmaslik. Voy God. Bu qancha vaqt ketdi? Va sinadimi? Hop, buni kesib qoldim. Ana o'zini. Sinmayapti bu. Bu kirka bo'lgani yaxshi-da, mana shu yerda. O'tgan safargi o'yinda o'lib qoldik-da, kirka bilan o'lganimiz tufayli birinchi qismida. Nihoyat. Oho. Bizga ancha narsa berishdi. Oltin narsalar. Sandıqni bosib oldik. Hozir bor yaxshi narsalarni olib qo'yamiz bu yoqqa. O'lib bo'lganmiz. Bugungi keraklarni olishimiz kerak. Mana bu kerak. Bu kerak. Mana kerak bizga. Yana bu. Babam kerak bizga. Bunga bizga nima berishga keyin. Va yana nima olishimiz mumkin? Kim tutak olyapti? Mana buni olishimiz kerak. Bunga joy bor ekan. Va yana nima kerak bizga? O'rimiz yo'q. Hadi endi o'rtak bo'laveramiz. Chiroq mayli o'lmabmiz. Mashina bo'lsa-mi? Bu yerga bostirib narsa bor. Hani bizga hali divanimiz yo'q-da. Divanimiz yo'q deb qilyapti. Carlo Ancelotti. Vayda. Bu yerga biz chiqamiz. Oltin olamiz.
do'stlar. Xayr.